Boru mashina chempion bo'ldi. Polni balon, malon, hamma narsasi almashdi. Razmeri 205-70 R14. Bugungi chislo 4-iyun bilan navbatdagi furgonimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'onga ketadi. Uchqo'rg'onga. Xullas tog'ani hamma ishlarni bitirib berganmiz. Bakavoy, makavoy, salon qismlari ham ozgina o'zgarishlar kiritilgan. Xullas hammaga qiziq. Mana shu oyoq qo'yib chiqadigan parok. Men o'zim 95-100 kiloman bemalol o'zimni ko'tardim. Mana bemalol, faqat bundan qo'pol foydalanish kerak emas, akkuratli foydalanish kerak. Bemalol ko'tarsanglar chiqadi mana. Bemalol. Xullas bakavoy qo'yildi. Tentlar hammasi koreyskiy tentdan tortib tikilib, gabarit chiroqlar, gaz mana, gazni ham perdelka qilib berdik. Izashtasi bor. Bu yoqda ham. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, xuddi shu ko'rinishda darvozali bo'lgan. Yonboshda ham gabarit chiroqlari. Mana, ichki tomonlar o'zlarini gaz ballonlarini ichkariga solib berdik. Klient o'zlaridan biroz fikrlarini so'raymiz, tog'a. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat katta, kam bo'lmaydi. Rozimisiz? Ishinglar rivojini bersin Alloh. Bo'ldi. Charchamaydi. Xudo xolasa. Yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Topganingizga Allohim barakasi. Allohu akbar. Rahmat akalar. Rahmat.